Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlarga sun'iy intellekt orqali qanday qilib hozirda trend bo'lgan shunday videolarni tayyorlashni o'rgataman. Agarda tayyor bo'lsangiz videoga like bosing, qani bo'lmasam boshladik. Agarda hali YouTube dan daromad qilmagan bo'lsangiz, buni vaqti yetib keldi. Men o'zimning Amerikan YouTube orqali pul ishlash bo'yicha ilk kursimni tayyorladim. Ushbu kursda siz mening 5 yillik tajribamni 2 oy davomida o'rganib, shu vaqt davomida amalda qo'llab daromad qilishingiz mumkin. Kursdagi barcha videolar telefon uchun mo'ljallangan va sizga hech qanday kompyuter kerak bo'lmaydi. YouTube orqali siz ham oyiga bir necha ming dollar daromad qilishni xohlasangiz, hoziroq ushbu Telegram manzilimizga kurs so'zini yozib qoldiring. Demak do'stlar, birinchi bo'lib ChatGPT saytiga yoki dasturiga kirib olamiz va do'stlar chap tarafdan GPT degan shunday bo'lim bor do'stlar. Ba'zida Explore GPT deb chiqadi. O'shani ustiga bosamiz va do'stlar qidiruvga yozishimiz kerak bo'ladi. Restoration time lapse deb qidirishimiz kerak bo'ladi va bizda do'stlar mana bunday bo'lim chiqadi. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, mana shu birinchisi xuddi shunday avatarkadagi bo'lim. Mana shuni ustiga bosamizda do'stlar, pastdan nachat chatni bosamiz. Undan so'ng do'stlar, video opisaniyasidan meni Telegram kanalimga o'tamiz. Telegram kanalimda do'stlar prompt bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha prompt. Video chiqarganimda xuddi shunday tarzda obloshka tashab, pastdan do'stlar promptlarda ссылка qoldiraman. O'sha promptlarga bosib, promptni ko'chirib olasizlar. Xullas, hozir prompt mana shu, ya'ni qisqa prompt o'zi. Buni ko'chirib olasizlarda do'stlar, ChatGPT ga ushbu promptni joylashtirib, mana bu joyni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda elephant, ya'ni fil deb yozilgan ingliz tilida, buni o'rniga masalan biz lion deb yozishimiz mumkin. Lion do'stlar, ya'ni bu sher degani. Undan so'ng ushbu promptni yuboramiz biz do'stlar, bizga tayyor promptlarni yozib beradi. Mana do'stlar, promptlarimizni yozib berdi, ya'ni 4 ta rasm uchun prompt va 4 ta video uchun prompt. Xo'sh, endi nima qilamiz do'stlar? Biz Flow AI saytiga kirishimiz kerak. Ko'pchilik odamlar Flow AI saytini topa olmayotgan ekan. Manzilini do'stlar Telegram kanalimda qoldiraman. Xo'p, mana Flow saytiga kirib oldik. Bu yerdan do'stlar nastroyka qilishimiz kerak. Bu yerdan image ga qo'yamiz. 9 ga 16 formatni tanlaymiz. Ikkita variantni belgilaymiz va bu yerdan Nano Banana Pro ni belgilashimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, biz ChatGPT ga qaytib, image 1 promptni ko'chirib olib, Flow ga do'stlar yuboramiz. Mana do'stlar, bizga ikkita variantda rasm tayyorlab berdi. Bundan misol uchun ikkinchisini tanlaymizda do'stlar, buni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Va do'stlar, biz ChatGPT ga qaytib, image 2 promptni ham ko'chirib olamiz va xuddi shu joyni pastiga do'stlar ushbu promptni joylashtirib yuboramiz. Ya'ni birinchi rasmimizni endi bizga o'zgartirilgan versiyasini tayyorlab beradi. Mana buni ham yuklab olamiz do'stlar va xuddi shu tarzda 3-chi, 4-chi rasm promptlarini ham do'stlar rasmga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana endi 3-chisini ko'chirib olamiz va ushbu joyga yozib yuboramiz do'stlar va har birini yuklab olamiz. Jami hisobda bizda 4 ta rasm bo'lishi kerak. Mana do'stlar, 4 ta rasmni ham tayyorlab oldim. Endi esa video yasash jarayoniga o'tamiz. Endi esa do'stlar biz pastdan ushbu joyga bosamiz. Bu yerdan image ni videoga o'zgartiramiz. 9 ga 16 format qoladi do'stlar. Bitta variantni tanlaymiz. Xo'p, undan so'ng nima qilamiz do'stlar? Start va end uchun biz birinchi va ikkinchi rasmlarni joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana startga birinchi rasmni yuklayapman, endga esa ikkinchi rasmni yuklayman. Endi esa ChatGPT dan video birinchi promptni ko'chirib olaman va do'stlar Flow saytiga xuddi shu birinchi, ikkinchi rasmimizni tagidagi prompt yozadigan joyga yozib, ushbu knopkani bosaman. Va do'stlar, bizda birinchi kadrimiz tayyor bo'ladi. Endi do'stlar, bu kadr tayyor bo'lgandan keyin biz keyingi kadrlarni ham tayyorlashimiz kerak. Men barcha jarayonlarni ko'rsatmayman, lekin qanday tayyorlashni tushuntiraman. Ya'ni do'stlar, bu joy muhim, tushunib olinglar. Startga birinchi rasmimiz bo'lsa, endga ikkinchi rasmimiz bo'ldi. Undan so'ng do'stlar, startga 3-chi rasmimiz emas, 2-chi rasmimiz joylanadi va endga 3-chi rasm joylanadi. Undan so'ng esa startga 3-chi rasm, endga 4-chi rasm. Va shu bilan do'stlar barcha kadrlarimiz tayyor bo'ladi. Undan so'ng esa video montajga o'tamiz. Montaj uchun do'stlar CapCut dasturidan foydalanamiz. Siz esa boshqa istalgan dasturdan ham foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, mana videolarni birin-ketin joylashtirib chiqaman.
Jami hisobda do'stlar bizda 4 ta video bo'lishi kerak. Mana 4 ta video ham tayyor. Biz bularni do'stlar hammasini shunchaki birlashtiramiz va do'stlar mana pastda VEO'ning reklamasi borligi uchun shunchaki masshtabni kattalashtiramiz. Mana shu logotip ko'rinmaguncha bo'ldi do'stlar. Taxminan 9-10% kattalashtirsak yetarli bo'lar ekan. Va do'stlar biz shunchaki videoni render qilamiz va videomiz tayyor. Chunki videoni ovozi o'zida mavjud. Demak do'stlar, ushbu yo'nalishda qanday qilib video tayyorlashni to'liq o'rganib oldingiz. Endi esa do'stlar, xuddi shunday turdagi videolarni Amerikan YouTube kanaliga joylab daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda bu narsani siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda yaqinda Amerikan YouTube'da noldan pul ishlash bo'yicha kursimiz ochildi. Agarda batafsil ma'lumot olishni istasangiz va kursimizga qo'shilib YouTube'dan daromad qilishni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali mening Telegram manzilimga yozing. Men siz bilan shaxsan o'zim suhbatlashib, ushbu kurs sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi analiz qilib aytib beraman. Bo'lmasam keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.